Biz insonlar o'zimizning farzandimizga qiladigan eng katta yaxshiligimiz bu ularni 18 yoshgacha o'qitishimiz, katta qilishimiz, keyinchalik universitetga o'qishini ta'minlashimiz, ularga yordam berishimiz. Lekin undan ko'pi emas. Ularga uy qoldir, ularga meros qoldir, ularga tilla qoldir, ularga bu qoldir. Bular hammasi safsata. Bular hammasi shunchaki o'ylab topilgan qarashlar, o'ylab topilgan ko'nikmalar. Siz o'zingizga долженsiz bu hayotda, bolalaringizga emas, o'zingizga, avvalambor o'zingizga. O'zingizni agar qiziqishlaringizni qo'llab-quvvatlamasangiz, o'zingiz bilan yolg'iz qolishni istamasangiz, o'zingizni shunchaki dam olishga loyiq deb bilmasangiz, bir dona yakshanbangizni o'zingizga ruxsat berib, bemalol dam olishga, qayerga istasangiz o'sha yerga borishga ruxsat bermasangiz, bundan yashash ne naf? Nima kerak bunaqa hayotni? Hayot shu qadar nozik ekanki, har bir sekundimiz bizni aslida omonat ekanini, jonimiz omonat ekanini tushundim. Ya'ni istagan payt jon uziladi va sen yo'qsan va o'shanda nimani ko'rdim? Nima berdi menga bu hayot? Men rozimanmi yashaganimdan degan tabiiyki savollar ichingda uyg'onar ekan. Va o'shanda men dedim, yo'q, men hayotimni hech qachon shunchaki sarflamayman. Imkonim bo'lishi bilan hech qachon pul, tilla, taqinchoq, brilliant, uy, dacha, yana nimadirga pulimni sarflamayman. Menga bu kerak emas. Men topgan pulimga sayohat qilaman degan maqsadni qo'ydim va shu bilan birgalikda Davlat akaga ham doim aytaman. Men bolalarimga hech narsa qilishga должен emasman. Ular o'zini o'zi eplaydi, ular o'ziga o'zi qilishi kerak. Biz siz bilan o'zimiz oyoqqa turib, o'zimiz hayotimizni qurib, o'zimiz uyimizni sotib olib, hammasini o'zimiz qildikmi, ular ham xuddi shunday o'zi qilishi kerak degan shunaqa qat'iy qarorga kelganman.